Assalomu alaykum. 2025-yil 30-sentyabrga ko'ra, ya'ni dekon tomonidan olmoqdamiz. Ro'ziylar ko'rishingiz mumkin. Ranglari уже ocharishni boshladi ro'ziylarni. Qizil pomidorlar qarang, tepasidan pomidorni ancha yirtadi, lekin baribir ranglari sal ochiq. Lekin tepasini pomidordan dalaniki yaxshiligi uchun xalq yemoqda, narxlar lekin keskin narxda oshmoqda, ko'rishingiz mumkin. Sifatlari zo'r. Ko'rishingiz mumkin, tepasidan pomidor bilan bir xil qattiqligi, buni platinum degan sorti, buni osma qilgan, shuning uchun kachitaloqda holati zo'rni holatda degan umiddamiz. Ko'rishdan mumkin, ro'ziylarni to'q holasi, maydachalari ham bor. Yon atrofda deydi 8,5-9 atrofida odamlar hali ko'p yuk kirmagan, yuklar kamayib ketgan, shuni hisobiga narxlar oshgan. Hozir qo'yayotgan bo'lsam 1-oktyabrga o'tar kechasi bo'ladi. Shu 1-oktyabr o'tar kechasi bo'ladi, shuning hisobiga bayram hisobiga naimchilar yo'q, teradigan odamlar yo'q, o'shaning uchun narxlar oshgan. Sotilganmi? Ol. Ko'rasizlar, tushgan yuklar уже sotilgan bo'lyapti. Bozorda deyarli ko'rishingiz mumkin, mana tushgan yuklar ketyapti. Sababi tortim hisobiga, yuklar tarlar kamligini hisobiga ketishni boshlayapti. Pomidor bozorida haqiqiy parking tuzumlarini ham kelib qolyapti. Har zamonda bir ko'rishingiz mumkin, kishmishni zo'rlaridan. Ko'rishingiz mumkin, mana ro'ziylar narxlari sotilgan ko'pi. Narxlari 10,000 so'm atrofida chiqyapti. 10,000 so'mdan dekon o'zidan chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin, mana qizillarni atrofda ko'rishingiz. Mana qizillar tepasi saralog'i bor. Nari ko'rsatgan pakamni emas, lekin qattiqligi zo'r. Platinum, lekin ranglari ochiqroq. Bu ham narxi 9,5 ming, shunaqa 10 ming atrofida bo'lyapti. 9,5 ming, 10 ming so'm narx aytyapti dekonlar. Bundan 530 ro'ziylar, ranglari. Ularda ham ranglar qochgan deydi. Ko'rishingiz mumkin. Bugun narxlarda nima indamayapti bu bola, narx-navo bola, ya'ni Muhammad Karim deyishlari mumkin. Narxlari ko'p joyga chiqmagan, sababi 10 ming so'mdan qaytyapti. Hozir sotalar o'zlari 10 ming so'm sotgan hisobiga narxi hali beri chiqib ketgani yo'q. Yengilroqda kirishni boshladi. Agar sizlarga sifatli sara mahsulotlar kerak bo'lsa, 93-251-0504 nomeriga srochniy aloqa qilinglar. Xudo xolasa kachishni videoni Daqiqa pomidorlar qidira olamiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, videoni rest oshkor qilishdan sizlar bilan